O'zim men ham realchiman. Abukam ham realchilar. Hozir abukamni sinab ko'ramiz, ya'ni qiynaymiz. Qo'limdagi Barselonani formasini kiyganlar Viska Barsa deb baqiradi. Shart berishdan oldin birinchi kimning muxlisi ko'pligini bilib olaylik. Real bormi? Barsachilar bormi? Cho'tda sinab olamiz hozir abuka sizni. Kiymasamchi? Kiymasangiz $1000 ishtirok saningiz. Men qanaqa baqirishni bilmayman, odamlar o'zi o'rgatadi sizga. Nima deyish kerak? Bo'ldi, Viska Barsa deb baqirib beradilar. Ye. Birmas, ukam. Realga xiyonat qilinmaydi. Camavinga, Camaro, Vini Junior, Vinio, Kylian Mbappé, Bitta mazaqqa baqirib oling. Hala Madrid! Samarqand, men bor uzr, vaziyatni o'zingizlar ko'rdinglar, tarqatib yuborishdi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarga yetadigani yo'q. Rahmat. Bugun Jizzaxda abukam menga shart beradilar. Biz hozir mana bu atmosferadamiz. Abukam qanaqa shart berganlarini o'zlaridan bitta eshitdinglar. Men hozir Zominda katta ko'prikka borib nima qilishim kerak? Og'zingga suv solib, manaqadan sakraysan, orqamachasi. Orqamachasi? Ha, o'zi shu shart qila olasizmi? Конечно. Agar suvni baqirib chiqarib yuborsam yoki yutib yuborsam, $1000 ishtir. 5. Ko'ramiz. Bo'ldi. Qiyin-a? Okey, Matizimiz mana tepaligiga tortmadi. Biz trosda chiqmoqchimiz, mashinani shotga Mamitga stankaga qo'yib. Sizlar chiqib ketaveringlar agar chiqa olsanglar. Mana o'chirt Mamitdan boshlangan. Ana ketdi o'chirt. Okey, xullas o'chirtda ham turgimiz kelmadi, mashina ham tortmadi. Hozir mana bratuxa bizani Nexia'da olib chiqib tashyaptilar tepaga, taksi to'xtatib chiqyapmiz. O'sha shartingizni bajaraman, vaqtma qilmang. Sakraladi o'sha joydan, okey? Men shart bajargani keldim. Abuka, qatta sakrayman shunda. Ukam, men shu ko'prikdan desam, endi qila olmaysan. Aniq. Anaqadan, shu pastga. Trosdanmi? Ha. Bu yoqda sakrash juda ham vaqtli ekan, narxi 300 ming so'm ekan. Mana bunaqa anketa to'ldirish kerak bo'lar ekan. O'zingiz hamma narsaga rozi bo'lgan holda pasport ID raqamlarini kirgizib, keyin sakrar ekansiz. Xullas biz shart bajargani ketyapmiz. Sal cho'chiyapman lekin. Bo'la qol. To'xtang. Bo'la qol. Hozir. Men hech bo'ldi. Shuncha odam kutyapti. Ketdi. Davay. Suv qolish kerak emas. Davay! Ya baqirib yuboringlar! Davay! Suvni ushab turibdimi deyman? Yutmay chiqsa $1000, yutmay suvda chiqsa. Cho'ta suvni ushab turibdi. Baqirmadi ham. Och og'zingni. Voy, $1000 berilmaydi. Shart bajarildi. O'sha yutmadim, sakradim. Qachada? Ha, yishingga gidiyor. Bitta narsani aytaman, umrimdagi eng yomon qo'rqinchlik kun. Xudo haqqi. Ichim o'tib ketdi, okey? Imamni chiqish vobshe qilmam. Tut beryapti-ku. Men shu uzilib ketadi deb o'yladim o'sha payt. Qanaqa ushab turdi bu? Xuddi yutib yuborsam o'ladigandek his qildim o'zimni. Bunaqasi bo'lmagan. Gap yo'q. Nima deyapti? Ertalabdan. $1000 olib qoldi. Pulimni qaytib olaman deyaptimidilar. Qiyin. Mendan qaytib olish qiyin. Nega men qaytib olaman? Nanina. Hop nanina. Hop nanina. La. Xuddi shu настроенiyada bugunning o'zida Sirdaryoga ketyapmiz. Abukamga bugun shart beraman. Ertaga qoldirib o'tirmayman. Qanaqa variantlar bor yozib qoldiringlar. Abukamni qanaqa qilib qiynasak bo'ladi? Hali biz kirmadik, qaqa kelganimizni e'lon qilmadik. Xudo xolasa Sirdaryoda abukamga shart beramiz. Ozgina qoldi kirib olishimizga. Mana qish qilaylik. Birinchi bekmayni zo'r deysizlar. Keyin mamini aytamiz. Bo'ldimi? Mana barter qilaman bular bilan. Bekmayni zo'r. Xullas Sirdaryodamiz.
O'rtoqlar, Sirdaryoda noxush bitta holat bo'ldi. U noxush holat qanaqaligini o'zlari aytadilar bu kam. Kechirmayman. Soat necha bo'ldi? 12 bo'lyapti. Adashmasam, abukam Toshkentga chiqarib yuboryapman. Shunaqa shart berganman, abukam rostdan mana qiynaladilar. Yaxshi borib keling. Qaytishini o'yla. Qaytishi? Uxlamaganlar akajonim. Rulda bo'lganlar. Qanaqa shart berganim, hozir bular nima qiladilar, biz nima qilamiz? Ertaga kunduzi soat 11:00 da video joylanadi. Ko'rasizlar, maza qilasizlar. Abuka yaxshi borib keling Toshkentga. Bizda hozir Sirdaryodamiz, abukamga shart beraman. Meni uyim Yunusobod Shahristanskiyda. Hozir siz shu yerdan yo'lga chiqib ketasiz. 120 km, 2 soat ko'rsatyapti. Eshigimni taqillatasiz, jiyanim chiqadi, qo'lini ushab, "Ukam, tog'ang seni yaxshi ko'rar ekan" deb Sirdaryoga obratno qaytib kelasiz. Bitta mashina gap yetish uchun Toshkentga borib kelasiz. Uxlamaganman. Soat 10:30 bo'ldi, ukam. 2 soat u yoqqa, 2 soat bu yoqqa. Da, mana mana shu qizuv. 3-4 bo'lib ketadi. Xolasangiz hozir yotib uxlang, menga yana $1000 bering. Общий $2000 foydada bo'laman. Ketdi azim aka. Aka rostdan ketyapmiz ama? Shunaqa alamimni olaman, aka. Iflosmisiz aka? Cho'mil chiqishga ulguramanmi? Voy, ovqatlanishga ham ulgurasiz. Bo'pti, men ketdim. Dam oling. Soat 11 da yo'lga chiqdim. Dakansa boramiz. Hozir uyqusira yurishdi deydi o'ram. O'lib ketishadi aka yo'lda. Jonim bizamni maza qilamiz, bo'ldi. O'ylama, bugun bizaniku. Sirdaryodan chiqdik. Bu Abdurahmon akam joyida. Voy, yashayman ha bu gap o'taman bugun. Voy. Uyqusga o'tdim. Yashash kerak. Nima deyapman? O'zingiz hopdingiz bilasizmi? Aka, kemaga tushganning joni bir. Chidingiz. Chiqoy mana suvlaridan. Voy, mana Red Bull'lari bor bu aka. O'tdi bizaga sizning hayotingiz, aka, o'tdi bizaga, bo'ldi. Biz to'g'risi uxlolmadik. Hozir telefon qilib bitta xabar olib qo'ying. Aka, kelib qoldinglarmi? Nima edi? Bitta anu xolamgilardan ham xabar olib kelasizmi deb aytuvdim-da. Qo'yib qo'ydilar. Voy, men Toshkentga kirib keldim. Alaykum assalom. Qara ukam, Ozodbek, seni tog'ang seni yaxshi ko'rar ekan. Men shuni aytganim, men voy Sirdaryodan keldim. Yig'laysan. Bu qara, men seni yig'latgan ekanman. Men endi ketishim kerak. Bo'pti. Shunaqa mazeni qo'chiraman. Shunaqa alam qildi. Kechasi mana soat 3 dan oshdi. Tavba qilmasak hisob emas. Almashib haydab ketyapmiz. Soat mana 3:58 minut o'tdi. Qanday? O'xshadimi? Amkim. Gap yo'q. Shart bajarilibdi. Soat 4 bo'ldi. Farg'onada gaplashamiz. Qachon? Bugun. Marazmayni aloqada o'rtoqlar. Kecha Abdurahmon akamga shartni mana irkit o'rdakcha bilan yomonini berdik. Orqamizda ham bardak chochilib yotibdi va biz abukamni kutyapmiz. Abuka tezroq yurib bizga yetib olib, o'sha Farg'onada shartingizni bering. Ha, aytgancha biz Farg'onaga yo'lga chiqqanmiz jigarli. Abukam shart beradilar Farg'onada. Faqat abuka anu napris ketib qolmay aka, anu aka-ukachiligimizga anu o'rtasiga anu yomon narsalar tushmasin. Ya, qo'rqmang. O'limgacha o'ynaymiz Abdurahmon aka, o'limgacha. Iboda bordik, menda sal yo'q aka. Iboni o'zini bir narsa qoramiz xolasangiz, keling. Meni kechiring, kecha sal qiynab yubordim. Ibrohim, kallangni olib tur. Abuka, shunda meni mashinamni siz haydayapsizmi? Bo'ldi. Xullas Perivalga chiqib urishdi, biz mashinalarni almashib oldik. Qani qizuv bo'ladi. Stipendiyangiz vobshe yumshoq ekan-a? Aha. Bu matni ham bitta endi jonini olamiz, jonini. Ketdimi? Ketdi. Mani prokatli sherigim Azim akam endi 1 soatga. Qaranglar, anu Nito движение qilsangiz sotib o'raman, aka, boshqa mashinaga. Gap yo'q, ketdim. Voy, signal qayerda edi? Podpischiklar chalyapti-da. Hop. Biz Farg'onaga yo'lga chiqdik. Farg'onada menimcha qiyin shart kutyapti, mayli. Mana manzaralardan bahramand bo'lib yetib olamiz ekan.
Farg'onada shartni kutilmagani, yomon qilaman deg'midim. Tayyormisan? Ha, ne bo'tda o'tiribmiz? Qara. Oyingga telefon qilasan. Kechirim so'raysan, xursand qilasan, rahmat aytasan. Telefonda gromkada gaplashasan. Hayajonli daqiqalar. Hamma boshqacha qiynaydi deb o'ylovdi. Alo. Ona, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz onam? Tuzukmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Ha, sizga gaplarim bor edi. Ha, gapiring bolam. Sizni yaxshi ko'raman ona. Yo'q. Ha, juda ham sizga rahmat. Odamlar bo'lmasalar ham boqib katta qilganingizga. Mana shu viloyatlarda yurimiz, odamlar juda katta hurmat bilan kutib olishyapti, подписчиклар. Esingizda bo'lsa, blogerlikni boshlaganimda ikkita odamlar qilmagan deganda qiziqyaptimi, qilsin deb hamma bilan talashib meni yonimga olgan edingiz. Keyin qarindoshlar yoshligimda ani olib kelma shu shumtak o'g'lingni derdi, siz bab olib borardingiz-ku mana. O'shanda ichingda sani bu talab qaynaganda o'shancha. Ha, shu yomon bola bo'lgan bo'lsam kechiring ona. Ya, nima qilsam bo'ladi? Onalar hech qachon bo'lmasdan xafa bo'lmaydi. Qilgan duolaringizga shunaqa hurmatda yurimiz. Ministr bo'lasan derdingiz esizdami? Hozir meni ministr bo'lib yuraman, Xudoga shukr. Kichkina bo'lsa ham. Inshaalloh, bundan ham baland bo'lsa, Abdurahmon akang joylar bo'lsa, shunaqa odamga sani Alloh yo'liqtirganiga men hisob qilsam, hamisha men bu gapni aytaman. Sen yaxshi ustozga qo'lingni tushdi. Abdurahmon akang qizasi bor bolam. Nima qilsam xursand bo'lasiz, ona? Senin soy yaxshilikda men xursandman ishingga. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Meni rohatda ko'rish, xudo xohlasa seni o'ylab turib, seni ham o'ylading, ko'rishni qilsinmaydi. Amin. Amin, rahmat ona. Salomat. Yaxshi o'tiring. Rahmat. Xo'p. Bajarildimi yo'qmi shart bilmadim. Menimcha bunaqa shart hech kim kutmagan edi, sen ham kutmading-a? Yo'q. Maza qildingmi? Tashqariga chiqib keldik. Shartni bajara oldimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kechqurun uxlayotganingizda sovg'a tashab ketishgan, oka? Mana bunimi? Da. Abdurahmon Mufid and Bek Wines degan kamar. Bu siz bilan tushgan rasmimiz, o'rtada o'zimniki, yana birga tushganimiz, Imomidda ham xuddi shunaqa, bitta o'zingizniki. Bu yog'ida birga tushganimiz, bu yog'ida ham birga tushganimiz. WBC, WB, WFLW degan kamarmi bu? Bu kamarning nomi, ana UFC MMA da yutilgan kamar emas. Shu safarda yutilgan chempion deb nomlangan kamar ekan. 5 gap yo'q. Shunaqa ekan. Safarni yorib yordinglar, chempionsizlar deb tashab ketdilar. Bobur Shoh ismli aka ekanlar, tashab ketgan odam, aka rahmat aytdi, shu xursand bo'ldik. Hozir yana mana zapravkaga kirdi u. O'zimiz yemagan ovqatlarni yediryapmiz mana bunga. 92 da quyilyapti. Gideda har bitta zapravka 300 ming, 270 ming so'm bo'lyapti. Bir 12-13 marta qildik-a zapravka. Ha, okay, вообще. Ya ochopat bu. Kichkinaligiga ishonmanglar buni. Kichkinaligiga, voy. O'tirganiga kichkina ko'rinyapti bu. Atak bu qanaqa? Maxluq, iflos. Maxluq bu. Xullas Andijonga yo'lga chiqdik. Biz Andijonga yo'lga chiqdik. Endi yo'q. Qanaqa shart bersak bo'ladi endi bu kamga? Variant beringlar, rostdan men miya ishlamayapti. Nima qilsam bo'ladi, nima qilsam qiynalanlar. Biz hozir qayerga kirib kelganimizni bittada tushunasizlar. Tog'amda bor meni dammas minish sangamas. Mana yarim dori. Ikkitasini xatyabi yeb berasiz. Yeb bo'lganingizdan keyin 10 sekund yuzingizda reaksiya bo'lish kerak emas. Mana shundan turib berasiz, men 10 gacha sanayman. Agar reaksiya berib yuborsangiz, yeb bo'lgandan keyin yutqizasiz. Lekin achcho yemasligimni bilasan-ku. Menga mash kerak-ku Abdurahmon aka. Achchoni yomon ko'raman-ku. Yo'q, xohlasangiz variant bor lekin. Qanaqa? $1000 da yana. Chap qo'limda nima bor? Yo'q, urish kerak lekin. Bosing aka. Olmadek ketyaptimi? Mazza. Hoppa. Siz yeyotganda umuman reaksiya berishingiz kerak emas. Yaxshi, mashinada o'tirishingiz kerak. Agar yuzingiz o'zgarib ketsa, hozir miysangiz.
Bo'ga rag'bim kelyapti sal-pal. Bitta ketdimi? Ikkitani yeb tashlab. Ha, ikkitani yeyordingizmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yo'man nima qildim? Voy, bittani olib kelinglar. men yemayman. Mumkin emas. Bitta ishla. Menga mumkin. Bitta ishla. Aka, menga mumkin. Ishlaysan. Zo'r. Unalarimiz. Nima bu? Uje qizdiryaptim, aka garimdori. Nima bo'lsa ichyaptilar endi? Ichirib qo'yaman, aka bo'pti. Ichirib qo'yaman. Qara. Ha. O'zlaring topa olmayaptilar. Ertaga oxirgi kuni Ha. meni galim o'namaganda xor qilmasam hisob emas endi. Ha, senga? Bo'ldi. Va'da beraman. Namanganda ertaga xor qilaman seni. Ozodga shart mana ikkalasi bir-biringizga yopishinglar, ha? 40 metrga Ibrohim bilan boylangan holatda 30 soniyada yurib berish kerak. To'xta, odamlarga qizuv bo'lsa qiling, qizuvmi? Yo'q, odamlarga qizuv qila olmasligi. Bo'lmasa qo'ymadi. Aka, men yiqilsam boshim yoriladi, bilasiz? O'shani $1000 berib qo'y. Yo'q. Aka, men uje ketyapman. Mana men terlayapman. Va garindor yeb qo'yganim yaxshi edi lekin. Qalampir qalam kiyinayapti mana. Bo'ldi. Mana terlashimni ko'r. Menga yoqmayapti o'sha. Nimaga meni quyoshga turg'izib qo'ydinglar? Men quyoshga turg'izmadim, men bu kammi salqin konditsionerli xonada yedilar qalampirni. Buxoroda nima qiladi? Yo'q. Izolyatsiya qilmadim bunaqa. Chesti bo'lish kerak. Jim turibman, deyboq, manaqa turibdi. Nima qilish kerak? Men nima qilay hozir? Qanaqa qiynaldimmi? Menga yordam. Umrimda yeding meni. Help. Sen qilmagan yaxshilikni men qilaman. Akalar o'chamiz, shart bajaramiz. Aka, $500 beraman, to'xtataylik. Yo'q. Tayyormisan? Tayyormi? Ketdi. Nachilik. Yurib ochinglar. Ochinglar. Okey, ochinglar. Turg'izinglar. Ibrohim tushib ketdi. Ha, yechilik. Sekin. Qo'yga men. Bo'laqon vaqtim yo'q. Yo'q, men. 500 bo'tdi. Ibo 500 sanadi. O'ynamayman siz bilan boshqa. Mana 500. Bir minut, okalar. Realchi okalar. Realga xiyonat bo'lmadi, pul qaytdi. Sizni kanalingizga 2 og'izga Hop. Endi Namanganda bitta sho'xlik qilamiz azgina. Hoppa! Wo! Yomon surarkan lekin. Abu kamniki yomon surarkan-a? Mana biz pingvinlar hozir niya 5 narsa uchgani ketyapmiz. Tulen. Ha, tulenmiz a? Qo'lim sirpanib ketdi. Voy, anu deb chiqadi hozir.
yomon surar ekan-a? Shunaqa hazillashib turaman, aka. Qara, bir hafta cho'lda yashash. Voy, ketadimi? Respublika bo'ylab ikkita Matizda aylanib keldik va nihoyat biz Toshkentdamiz. Aka, ichimizdan nimalar o'tdi, qiynaldik, o'to'g'rimi aytib bermaysizmi shularni? Tugab qolgan achinarli bo'ldi-yu. Da. Xullas, o'rtoqlar oson bo'lmadi. Qiyin kunlar o'tdi, sababi ikkita Matizda 40-45 gradusda konditsionersiz yurdik. Motoringiz buzilib qolgani uchun, suvingizsiz ketgani uchun, radiatoring teshilib qolganligi uchun, bafirlaring tushib qolganligi uchun, ha? Shunaqa muammolar bo'ldi xullas. Lekin qiziq bo'ldi. Aka, anu kuni esizdami? 12 soat uxlamasdan ustani tepasida turdik. Voy, undan keyinchi uxlamasdan Surxondaryoga ketganimiz. Voy, 14 soat kechqurun chumotsizlarmi? Haqiqatda og'ir bo'ldi lekin. Og'ir bo'ldi, lekin qanaqadir yoqimli bo'ldi. Nima yoqimli bo'ldi? Aka, menga yoqqan narsa odamlarga kelinglar, sovg'a beramiz, konsert qo'yibamiz, tekinga nimadir bo'ladi sizlarga demadik. Qattaligimizni aytdik, o'zligi yig'ilib ketishgani menga вообще motivatsiya bo'ldi, aka. Rostda, haqiqatda men bitta senga shart beraman deyman, odam gurilib kelyapti-da. Lekin bitta ikkita viloyatda yig'olmadik odam, sababi shartlar shunaqa edi-da. Ulgurmas edik fizически. Ulgurmas. Chunki keldik, uxladik, ketdik, shunaqa bo'lib qoldi. 12 kunlik proyekt 14 kunda tugadi, sababi 2 kun biza mashina buzilishi bilan ovora bo'lib qoldik. Xo'p, endi qara, senga taklif. Proyektni davom ettirmaymizmi? Yana 12 kun aylanamizmi? Yo'q, aylanib bo'ldik-ku. Boshqa, masalan, qara, bir hafta cho'lda yashash. Voy, ketadimi? Yo'qida bir hafta g'orda yashash. Voy! Nima deysan? Seriozmi? Ha, mana cho'lda palatkada. Tasavvur qil, mana 50 gradus issiq uryapti, palatkaning ichi kamida 60 gradus bo'ladi. Kinolarda bo'ladigan narsani internetda biz qilib ko'ramiz. Ha, nima deydi? Ekstremalmi? Ekstremal, вот. Ha. Davay. Aka, qarang, podpisklar yozishsin. Shu narsani davom ettiringlar deb yozishsin. Agar kommentariya bang'illab ketsa, men zaman. Yana nimadir taklifinglar bo'lsa, balkim berib ko'ringlar. Davom ettiraylikmi? O'qib chiqamiz. Yo'qmi? Bizga qiziq bo'lyapti, chunki bu o'zi shou emas edi hech qanaqa. Bundan keyin ham shou emas. Biz uchun hobbi bo'lib qoldi. U meni bo'ynimga Matiz qo'yib yubordi. Men buni bo'yniga Matiz qo'yib yubordim, shu bilan bo'lib ketgan. Oddiy narsadan boshlanib ketdi. Haqiqatda lekin oddiylik tarafdori bilan yuramiz. Qo'limni qarang, murashki bo'lib ketyapti. Rostdan ani davom ettiramizmi? Davay. Yozishsa. Yozinglar, hammasini o'qib chiqamiz. Nima qilaylik? Endi tasavvur qilgan, hayvon ovlayapmiz. Pishirib yeyapmiz yoki baliq ovlayapmiz. Qorayib, olovlar yoqib qo'yib, davay. Ketadi. Qiziq bo'ladi lekin. Ya davom ettirish kerak. Ko'ramiz, nima deyishadi?